İşni tugatdik. Mögümüklar o'yinsak bo'ladi. Ma'qul. Men bu yerda. Qaraqqa, men bu yerda. Voyjon, meni tashlabdi. Ben obalı tutup aldım. Yana turdi bilamizmi? Hajatsamlikka. Nima yeyapsan? İşte üzümü yapaqa. Chuchmal ham tatliq, bek tamlikka. Sizlar nima yeyapsizlar? İşte üzümü yavatımız. Alt tarafta bek çıkka. Nasriddin aka, bug'am uni ko'p yesa odamni mast qiladi degan edi. Men jiq yemadim. Turdi hammadan jiq yedi. Bo'ldi, azroq ye. Jiq yeyapsan, mas'ul qolasan. Sen yanımı çıkarak yiyin. Beni sedirleş gücü. Yani pul kaçlaydigan gap. Begim, ko'proq bedi setib olib quritib olaylik. Otning qishliq yam qashiq uchun tayyorlik qilmasak bo'lmaydi. Angladingmi? Chiroyli xotin, xotirjam bo'l, hamma ishni menga topshir. Nimanç köp anam dadamlar bu. Oy kozam, sana ne oldu endi? Dada sen mi yigine? Ana, sen mi ya? Ha? Yigine. Voy canım balam, bu nece his odamni mast qiladi, buni nereden topdi? Bedlikdan. Nasırdilla, bedi o'rg'antdi. Bedi o'rdi. Topdim. Nimaga oyoq turdilar? Balam tez ko'tirib uyga kirsizlar. Ma'qul, ma'qul. Dada, biyidlarni hammasini o'rlashtirib bo'ldim.